Hammaga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Bugun sizlar bilan Facebook sahifa ochish va uni to'g'ri sozlashni ko'rib chiqamiz. Buning uchun nima qilamiz? Bu yerda stranitsi, ya'ni oynamizning chap tomonida stranitsi bo'limi bor. Shu yerga bosamiz. Bizda mana bu yerda menda oldin ochilgan stranitsalar chiqyapti. Mana shu men ishlagan loyihalarning stranitsalari, ya'ni sahifalari, stranitsa bu bizda Telegramda oddiy kanal ochib yurgizamiz, xuddi shunga o'xshagan narsa. Buni oldingi darsda ham tushuntirdim. Ya'ni mana shu sahifa orqali biz Instagramda ulaymiz, ya'ni Facebookka ulab reklamalarni ishga tushiramiz. Bu narsa bizga doim kerak bo'ladi. Xo'p, bu yerdan sozdать новую страницу ustiga bosamiz va kompaniyaning nomini yozamiz. Masalan, nimadir kompaniya. И kategoriyasiga biz Instagramdan bloger, krasota, bir nima deb yozib qo'yamiz. Xuddi shu narsasini yozishimiz kerak. Masalan, biznesda yo'nalishi qanaqa? Masalan, klinika bo'lsa, klinika. Mana. Psixolog, meditsinskiy shkola nima u o'zi? Yoki bo'lmasam, kar deylik. Masalan, education. Masalan, qanaqadir o'quv markazi bilan ishlayapmiz, education deylik. Mana учебное заведение, ya'ni o'quv markazi. Biografiyasiga masalan ingliz tili, rus tili, koreys tili. Masalan, qanaqa yo'nalishlar bor? Instagram bioga qanaqa ma'lumotlar yozsak, bu joyga ham xuddi o'sha ma'lumotlarni kiritishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, ma'lumotlarni to'ldirdik. Hop, sozdать страницuni bosamiz. Hop, buni nomini o'zgartiramiz ekan. Hop, qonun education deylik. Qonun education. Sozdать страницу. Hop, endi bu joyga biz veb-saytimiz bo'lsa, veb-saytimizni qo'ysak bo'ladi yoki bo'lmasa Telegram lichkamizni qo'yib qo'ysak ham bo'ladi. Menda tayyor yasalgan link bor. Ana shu linkni ko'chirib qo'yib qo'yaman. Masalan, tab link yasalgan menda, o'sha narsani qo'yib qo'yishim mumkin. Hop, link qo'yaman. Bu yerga telefon raqam. Telefon raqam yozaman. Pochta yozaman bu yerga. Pochta. Adres yozaman. Masalan, Bunyodkor deylik. Toshkent. Indeks 170. Agar sizlar indeksni topa olmasanglar, anaqiga yozsanglar bo'ladi. Google ga Toshkent o'zingizlarning viloyatinglar, tumaninglarni yozib, pochta indeks deb qidirsanglar, ana shuni chiqarib beradi. Xo'p, bu yerdan час работы не uказание bo'lsa bo'ladi yoki aynan vaqtlarini belgilab chiqsak bo'ladi. Nechidan nechigacha ishlashini. Bularni har bittasini rushnoy kiritib chiqsak bo'ladi. Kiritib chiqamiz, ya'ni qaysi kunlari nechidan nechigacha ishlaydi. Saqlanib qilamiz va bu yerda o'zi ish vaqtlarini ham, ya'ni mijozlarda bizga murojaat qilish vaqti, qachon ochilamiz, qachon yopilamiz, shu ma'lumotlarni ham taqdim etib turadi. Bu stranitsada. Xo'p, to'ldirdik ma'lumotlarini, dalya qilamiz yana. Va bu joyga profil uchun rasm qo'yamiz, ya'ni u siz ishlamoqchi bo'lgan biznesning logotipi bo'lsa, logotipini qo'yamiz.
yoki bo'lmasa bu joyiga coverni qo'yamiz, ya'ni orqa foniga. Hop. Masalan, bu logotipi, ya'ni bu yoqga tushadigan rasmi va orqa foniga endi obloshka qo'yamiz. Masalan, mana buni qo'yaylik. Mana qo'yildi bizda. Dalay qilamiz. Hop, bizda WhatsApp bo'lsa, WhatsAppni ulab qo'yamiz. Agar bo'lmaydigan bo'lsa, ulashimiz shart emas. Propustit qilib yuboramiz. Dalay, готов. Va bizda stranitsa ochildi va ishga tushdi o'sha. Ya'ni biz hozir o'zimizning lishniy profilimizdan, Facebook akkauntimizdan stranitsa ochishni ko'rib chiqdik. Sizlar ham o'zingizlar uchun stranitsa ochinglar va mana shu stranitsani rasmga olib gruppaga tashlaysizlar. Va har bitta odam ochganini men o'zim shaxsan tekshirib olaman. Hammaga rahmat. Keyingi darsda Instagramda qanaqa qilib Facebook stranitsaga ulashni ko'rib chiqamiz.